Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisiz? Mana Xudo xolasa mayk qo'yishdan boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Hamma qilaman. Do'stlar, Xudo xolasa maykni o'rnatib bo'ldi. Yana montaj qilyapti bu yerda. Podsvetkaga, Marion Aristonga, stomatorga. Ya, tepada ikkita ventilyatsiya bo'ladi. Ayni bitta. Hayır, fortishga olingan. Keyin o'rtaga bitta lampochka buni. Harakat chiqarib oldim. Xudo xolasa endi shu ham boshlaymiz. Uchta tomon pishgan g'ish, bitta tomon xom g'ish.